Xi Jinpingning Xitoy hokimiyatidagi o'rni yuqori pallaga chiqqan bo'lib, u uda 3 qatim Xitoy Kompartiyasining boshliqligiga saylandi. Bu kommunistik partiyaning tarixida ko'rilib boqmagan. Uning 3-chi qatim partiya raisi bo'lib saylanishi uning umrlik rahbar bo'lishiga yo'l ochib berdi. Ilgari Xitoyda Mao Zedongdan boshqa hech kim bu qadar huquq tutib boqmagan. Hozir Xitoyning imperiya qurish arzusi bor bo'lib, doim Xitoy arzusi shuarini ishlatib kelgan. U bu shuarni ishlatib turib, Cumhuriyet Xalq Cumhuriyetining o'zining rahbarligida dunyodagi eng kuchli va eng boy davlat bo'lganligida ching turib keldi. Xi Jinping hatto 2049-yilga borganda Xitoyning bir butun bo'lishi kerakligini, Beijingning harbiy mashqini kuchaytirib, cho'ng urushga tayyorlik qilish kerak ekanligini aytdi. Xi aytgandek, bu davr Xitoyning urushga tayyorlanadigan vaqti hisoblandi. Tayvan va Osiyo Tinch okeanidagi surkilish, talash tortishga Janubiy Xitoy dengizida bayroq qadagan orollar. Biz bu qatimqi filmimizda Xitoyning urush e'lon qilishi va harbiy kuchi to'g'risida to'xtalamiz. Xitoyning urush e'loni. Xi Jinping 3-chi qatimliq saylovga qatnashayotgan bir vaqtda g'alati bir voqea yuz berdi. Xining raqobatchisi bo'lgan Xitoyning sobiq raisi Hu Jintao Kompartiyaning 20-chi navbatlik mamlakatlik qurultiyining oyoqlash murosimida yig'in zalidan majburiy chiqarib o'tildi. Bir qancha soatdan keyin Xitoyning zuoni bo'lgan Xinhua agentligi bu ishning Hu Jintaoning salomatligining nachar bo'lganlik sababidan bo'lganligini xabar qildi. Ammo uning Xi Jinpingga qarshi bo'lganlikdan yig'indan chiqarib o'tilganligi ochiq oshkora deyilmagan bo'lsa-mu, bu hammaylar biladigan bir haqiqatdir. 2018-yili Xitoy asosiy qonuniga o'zgartirish kiritilgan bo'lib, davlat raisining vazifa o'tash muddati 2 qatimda cheklash amaldan qoldirilgan. Bu o'zgarish Xi Jinping 3-chi qatimliq saylovga qatnashishning yo'lini ochib bergan. Xi Jinping Putinga o'xshash asosiy qonunni o'zgartirib, hayotini oxirlashtiruvchi rais bo'lishi mumkin. Ammo u o'zining kuchini isbotlash uchun yangi urushlarga kirish kerak. O'ntinsiz alg'i ilgirlash Xitoy falsafasining doimiy shuari bo'lib, Xitoyning urush xitobnomasi garchi bugun bayon qilingan bo'lsa-mu, tayyorliklar buningdan xili burunli boshlanib bo'lgan edi. 2. Xitoy armiyasining o'zgarishi. Bir qancha yil ilgari Xitoy rahbari Xitoy armiyasini o'zgartirish va'dasini bergan edi. Kompartiyaning rahbarligini ustiga olib 3 yildan keyin, ya'ni 2015-yili Xi Jinping Xitoy armiyasini Amerika armiyasi bilan barobar kuchga aylantirish uchun bir planni boshlatdi. Bu planning oxirlash nuqtasi 2049-yili edi. Plan boshlanib 7 yildan keyin xiyolni amalga oshirish yo'lida xili olg'a bosqanmi bo'ldi. Hozir Xitoy dunyodagi eng cho'ng dengiz armiyasiga ega bo'lib, eng yangi va kuchli jang paraxotlarini ishlatyapti. U yana hozirgacha oshkorlanmagan kurashchi aeroplan va bombardimonchi aeroplanlar saflangan havo armiyasiga ega bo'lib, Osiyoda o'qishi bo'lmagan yangi raketalardan tarkib topgan kuchi ham bor. Ammo Rossiyaning to'xtab qolgan Ukraina ishg'oliyati ko'rsatganidek, eng cho'ng va eng haybatli ko'rinadigan qo'shinlarmi kichik va oz kuchlar tarafidan vayron qilindi. 3. Xitoy Tayvanga qachon hujum qiladi? O'zini boshqarib kelayotgan Tayvanda 23 million nüfus bor bo'lib, ular bu orolni o'zining vatani deb sanaydi. Hozir zarur topilsa majburiy tortib olishga va'da bergan mustabid Xitoyning doimlik tahdidi ostida yashamoqda. Oldingi oyda Xitoy Kompartiyasi Tayvanning mustaqilligiga qarshi turish va to'sish siyosatini yurgizish to'g'risida qonuniga yangi bir modda qo'shdi. Xitoy Tayvanga hujum qilsa, Tayvanni mudofaa qurollari bilan qo'rshab turgan Amerika uchun xush xabar bo'lmasligi mumkin. Yana bir tarafdan bu hujumning ta'siriga jug'rofiylik o'rin jihatda yaqin bo'lgan davlat Yaponiya tunji bo'lib uchraydi. Dal mushu sabablar tufaylidan Xitoyning bu tahdidiga qarshi Amerikaning javobi vaqti-vaqtida berilib kelmoqda. Amerika Avstraliyaga yadro iqtidoriga ega B-52 tipli bombardimonchi aeroplan o'rinlashtirganligini e'lon qildi. Atlantik okeandagi kuchini Tinch okeanga yo'tkagan Amerika yangi rayondagi yangi cho'ng urushga tayyorliklarini kuchaytmoqda desak bo'ladi. 4. Tayvanning qiyin kunlari. Ammo biz rayonda yuz berayotgan ishlarni kuzatganimizda Xitoyning allaburun urushni boshlaganligini ko'rib olishimiz mumkin. Xitoy dunyodagi eng cho'ng to'sh yo'llarini cheklab, sinoq rayoni e'lon qildi va Tayvanga kam deganda 4 boshqarilgan bomba qo'yib berdi. Bombalarning ba'zilari Yaponiya iqtisodiy rayoniga tushdi. Ko'pincha tahlilchilar Xitoyning bu yil qisqa vaqt ichida Tayvanni kontrol qila olmaydiganligini aytmoqda. Xitoy bo'lsa harakatini so'zidan burun ishga oshirdi. Ya'ni avval qilg'iliqni qiladi, keyin bayonot beradi. Bo'libmi, yaqinqi 20 yilda mushunda qilib keldi. 5. Xitoyning yangi harbiy bazalari. Xitoy armiyasi 2021-yili 7-oy va 8-oylarda yangi yadro boshliq hipersonik bomba sistemasini sinab qildi. Sinab
Amerikani hayron qoldirdi. Bu Xitoyning iqtidorining ular o'ylaganidan xilal oldida ekanligini ko'rsatdi. Hipersonik bomba sistemasining sinov qilinishi nihoyat muhim bir ish albatta. Xitoy Kommunist partiyasi 10 yil sarf qilib Janubiy dengizdagi ba'zi orollarni aeroplanga qarshi turish sistemasi, radar guruhlari, hujum paraxoti va osma jihozsiz saplangan eng ilg'or harbiy bazalarga aylantirdi va bu bazalarga yuzlarcha askar o'rinlashtirdi. Shi Janubiy dengizni kontrol qilish orqali har yili 5 trillion dollar qimmatidagi mahsulot o'tadigan biliqchilik yo'llarini qo'lga kirgizib, qo'shni davlatlarga kuch ko'rsatib kelmoqda. 6. Xitoyning Janubiy dengizdagi harbiy bazalari. Fayri Kiros oroli Tayvan va Vyetnamning bizga tava deganiga qaramasdan Xitoy tarafidan kontrol qilinmoqda. Orol 1866-yili Xitoydan Angliyaga tunji choy to'sh uchun elib berilgan musobaqaga qatnashib, birinchi bo'lgan cho'ng yelkanlik paraxotning ismi bilan atalgan. Hozirgi kunimizda bo'lsa orolning choy bilan qilchi munosabati yo'q. Balki uningga radar sistemlari bilan yadro o'q beshi saplangan ballistik boshqarilgan bombalar o'rinlashtirilgan. Yaqinqi zamonlarda Amerikaning charlash atriti paraxot va aeroplanga qarshi sistemalar, lazer va tashvish paydo qilish sistemalari va kurashchi aeroplanlar bilan to'shib ketgan yangi orollarni bayqadi. Xitoyning bu darajada askar to'plashi 2 dunyo urushidan keyingi eng cho'ng askar yig'ishi hisoblanadi. Bu bazalar Xitoyning 9 siziqliq chegara deb atagan chegara ichida, ya'ni Janubiy dengizda zamin ishg'ol qilishning tunji qadamidir. 7. 9 siziqliq chegara degan nima? 2012-yili tarqatilgan Xitoy pasportida 9 siziqliq chegara qo'shilgan Xitoy xaritasi bor. Undaqda 9 siziqliq chegara degan nima? U 1947-yili Xitoy tarafidan chizilgan chegara sizig'i bo'lib, bu chegara bo'yidagi orollarda Xitoyning askari bazalari bor. 2015-yili talash-tartishdagi dengiz rayonlarida Xitoyning qurilish qilayotgan suratlari tarqaldi. Buning bilan birga atrofdagi davlatlarni chatga qiqish maqsadida bir-biriga bog'langan 200 dan ko'proq kemalarning surati tartildi. 2021-yili 29 mart Filippin hukumati Sritla orolida 254 kema va 4 Xitoy urush paraxotining rasmini tarqatdi. Hamda kemalarning Xitoyning deganidek biliqchi kemalari emasligini aytdi. Va bu kemalarning Xitoy dengiz armiyasining bir qismi ekanligini o'ttirib qo'ydi. Ammo Xitoy bu kemalarni u yerdan yo'tkashni rad qildi. 8. Xitoyning yangi markaziy nuqtasi urush. Kommunist partiyaning buningdan keyingi asosliq tashabbusi iqtisod bo'lmasdan milliy bexatarlikdan iboratdir. Tayvanni kontrol qilish Shi Jinpingning armiyasini zamonaviylashtirishga ittirgicha kuch o'ynasimi, lekin uni amalga oshirish nihoyat qiyin va qonliq bir ish. Chunki bu Rossiyaning qo'shnisi bo'lgan Ukrainani ishg'ol qilganiga o'xshamaydi. Rossiya Ukrainani ishg'ol qilishda faqat birli quruqlik chegarasini besib o'tadi. Ammo Xitoy Tayvanga urush qilib qolsa, armiyasi Tayvan bo'g'izini besib o'tishga to'g'ri keladi. Bu Ikkinchi dunyo urushida Normandiyada quruqlikka chiqqandan keyingi tunji dengizdan quruqlikka chiqish harakati bo'lib qoladi. Buning uchun albatta 100 minglarcha askar bo'lish kerak. 9. Xitoyning ichki qalaymiqanchiligi. Shining 3-qatam hokimiyat tutishi va urush e'lon qilishi Xitoyning tijoratchilari uchun qizil siziq edi. Kompartiyaning ko'paygan besimlari sababidan kishilar diqqatini Xitoydagi boylarning markazi bo'lgan Hong Kongdan Singapurga yo'tkadi. Pride bankisining doklatiga asoslanganda 2017 va 2019-yillarda Singapurdagi uy sotib olganlar 5 hassa ko'paydi. 2020-yilda 400 bo'lgan raqam bu yil 700 ga ko'tarildi. Albatta, oilalar ko'chishga boshlaganda pullarini ham billa elib ketadi. Financial Times gazeti Xitoydagi ko'plagan millat vakillarining Xitoydan qochishga tayyorlik qilganligini, bu sababdan pullarini Xitoy sirtiga yo'tkaganligini hamda ba'zilarining oilalari uchun boshqa davlatdan vatandoshlik olishga uringanligini e'lon qildi. Boylarning dardi faqat hukumatga topshirilgan bojlar emas. Oxirgi yillarda Alibaba guruhining qurg'uvchisi Mayon, mablag' solg'uvchi Jinhua va shuningga o'xshagan boylarning tuyuqsiz yo'qolib ketishi sababidan o'zining bexatarligidan andish qilmoqda. 10. Xulosa. Xitoyning urush planining tunji bekiti yanada Tayvan. Tayvan Xitoy qirg'idan 110 dengiz mili yiroqlikda. 70 yildan ko'proq vaqtdan buyon ikki taraf o'zlarini ayrim-ayrim boshqarib kelmoqda. Lekin bu ahvol Tayvanni yanada Tayvan oroli Xitoyning zimini deyilishdan qochib qutuldira olmadi. Shi bo'lsa Tayvanni mirosning muhim bir qismi deb qaraydi. U 20-navbatlik yig'inning ochilish murosimida mundaq dedi: "Kuch qo'llanishdan voz kechmaymiz." Shi Jinpingning bu so'zi yaqinda yuz bermoqchi bo'lgan urushning boshlanishiga signal bo'lalaydi albatta. Agar Xitoy Tayvanga urush boshlab qolsa, Amerika bu urushga qarab turamdi yoki ittifoqdoshlarini agashtirib bu urushga kiramdi. Bu yana bir masala.
Biz uchun muhim bo'lgan masala bo'lsa, bu urush Xitoyning ichki vaziyatiga ta'sir qilamdi. Sharqi Turkiston xalqi bu fursatdan foydalana olamdi. Agar bir fursat shakllansa, biz tayyormiz. Bu har bir Sharqi Turkistonlik o'ylanishga va uningga tayyorlik qilishga tegishli bir ish deb qaraymiz. Dunyo vaziyati tubdan o'zgarmoqda. Bu o'zgarishga siz tayyormi?